Assalomu alaykum. Barchaga juma yomi muborak bo'lsin. Navbatdagi rejadagi operatsiyamiz 10 taraflama gigant chov yorg'oq churasi bilan do'stimiz yetib kelganlar. Yevropada yashaydilar. O'zimizni O'zbekiston farzandi o'zi ro'za oyiga kelib mana shu yerda o'zining kasalidan forig' bo'lib ketyaptilar. Bemorga sog'lik tilaymiz. Operatsiyani boshlayapmiz. Yevropada Furada ishlayman. Furada yurganimda shu grejam hosil bo'lib qolgan. Bu grejamga ancha yillar bo'lib ketdi. Oxiri qiynaldim. Shu nima qilolmay qoldim. Mana shu doktor devoniga keldim. Xudoga shukr, alhamdulillah. Mana hamma operatsiyalarim yaxshi o'tdi. Mana shu doktorlarga, asosan mana shu davlat yorakaga juda katta rahmat. Meni mana shu kasalimdan xolis qildi. Avvalo Xudo qolaversa, mana shu doktorga, davlat yorakaga, mana shu Yevrosun xodimlarining barchasiga men rahmatimni aytaman. Hamma sog' salomat bo'lsin, qo'llari dard ko'rmasin.